Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Otabek Roblox. Bugungi videoda biz Roblox Legend Shrekni oldiga boramiz. Qani ketdik. Biz bu o'yinni ma'nosi shunday navbatlarda turib Shrekni oldiga borish. Bu yerda u oldingidagi odamdan o'tib ketsa bo'ladi pul evaziga. Men 3 marta yutganman. 3x qo'shiladi. 3x emas, 1x qo'shiladi har bir borganingizga. Qani ketdik. Men tezlashtirib o'rganman bu yerlarni. Sabab zerikarli. Qani bo'ldi. Men gapirmayman, musiqa qo'yib qo'yaman. Qani ketdik. Mana shunday navbatda turib, ko'p ana yig'ib olamiz. Ko'nglar undan keyin ana ochilgan zahoti sразу bosib tashlaymiz ana pulni. Undan keyin yutamiz. Kiramiz degani. Nima? Mana hozir bundan keyingisida qilamiz. Biz boramiz bundan keyingisida. Unday ana qilib o'tirmanglar, birda turib pul sarflab. Ular shart emas. Men 3 ta turib o'tib ketaman hozir. Mana. Sho. Gaga. Shunday qilib o'tamiz. Bundan keyin bu Shrek bizga nimadirlar o'qib beradi. Undan keyin mashina qiladi. Undan keyin pastga tushgandan keyin mana bitta piyoz, oqyon olamiz. Mana Shrek bilan o'ynaymiz biroz. Undan keyin shu tugadi. Hammaga xayr, sizlar bilan Otabek Roblox bo'ldi.